Salam, sümlük tuqqanlarım. Bugün jozımızga tizib qo'ysak, intayin ko'rkam turadigan, yesak og'zimizga kirgicha erib bo'ladigan, o'z churuk ham yeyishlik bo'lgan cho'chib prənik pishirib baqaylik. Buningga kerakli materiallar bo'lsa, siyriq may, suv may, suv, shakar va shundaqla odatdagi un. Eng avval quruq bir javurimizga siyriq mayimiz bilan suv mayimizni to'kib olgandan keyin buni siyriq mayimiz ko'pkicha yaxshi chilib olamiz. Odatdagi qo'l chalg'uvchi chasanlanma bo'laverdi. Endi mayimiz ko'pkicha suyimiz bilan shakarimizni bir javurga quyib, ikkisini yaxshi aralashtirib, shakar suvi tayyorlab olamiz. Endi bu shakar suyimizni bayam ko'ptirib olgan mayimizning to'pisiga quyib, mayni davomli ko'ptiramiz. Mayimiz mana shundaq oppoq qaymoqdek ko'pgan holatga kelgandan keyin unimizni mayning to'pisiga quyib, tekshi aralashtirsak bo'ldi. Mana ximirimizning tayyor bo'ldi. Endi buni mana shundaq bayxoda izlarimizga elib, chiroyli o'zimiz yaxshi ko'rgan shakllarda siqib olsak ham bo'ladi. Sümlük tuqqanlarım əcrim üçün bir tal laqsız yurkunlarni besib, meni guanjoq qo'yilishni hargiz unutib qolmanglarjimi? Kelar qaytim yana qandoq pishiriqlarni pishirib beray, inkas rayoniga qoldirib qo'yinglar. Siqib bo'lgan cho'chining to'piga o'zinglar yaxshi ko'radigan qoq yoki har xil meva murabbalarini siqib qo'ysanglar, texmi ko'rkam va chiroyli turadi, ham texmi yeyishlik bo'ldi. Kavşağımızınki ast üstünü 220 gradusda 220 gradus qilib to'g'rilab 15 minutdan 20 minut qilib pishirsak, intayin yeyishlik ham ko'rkam bo'lgan cho'chib prəniklarimiz